Xo'p, bo'ldi, nimaga gap charchamayapsizlarmi? Jigarlar, bugun Games o'yinlari summa ko'taramiz. Shu yerda 310 ming so'm summa bor. Qaranglar, bo'ldi. Boshlanishiga Dice o'ynaymiz. Jigarlar, shu videoni ko'rib turgan bo'lsanglar, shu joyda bitta like bosib qo'yinglar, ad dushi. Xo'p, shu joyga qancha yozaylik-a? 110 ming so'mni ikkita riskovat qilaylik. Bitta pobeda bor. Yana bitta uray 110. Balla bekor qilib tushirish kerak ekan. Ko'cha qichizida haromi. Yaxshi, 530 ming. Jigarlar, shu joyga bitta like-chani bosib, podpiskachani bosib qo'ysanglar, bir yilda oxiriga bir yangi yilga 1000 ta bo'lib o'taylik, onasiz 1000 ta bo'lib ketaylik. Sizlardan bitta podpiska so'ralyapti, xolos. 200 ming so'm. Yaxshi, 335 ming. Bolalar, 835 ming ko'tarildi. Negativlar bo'lyapti. Buni iloji yo'q, boshqa narsa. Voy, bilaman, mana 300 ming bilan boshladimmi? Video 1 minut bo'lmasa 50 sekund o'sha shot 840 ming yuribdi. Qanday bu iloji yo'q bo'lsa ko'taryapman, to'g'risida bir oldin nima deydi, negativlar ham to'g'ri tushunsak bo'ladi, chunki oldin ko'pchilikda mana shunaqa montaj bir nimalar qilib aldashib yordida, shuning uchun xalq ishonmay qo'ydi bu narsaga. Jigarlar, ilojisi bor ko'tarishdi. Xo'p, burning hot normalniy edi, 30 ming so'mga tushamiz. Minus bo'lsa minus ko'rsatildi, kecha kuni videoda ko'rganlar biladi. Minus bo'ldim, qo'yib ketdim. Voy, men minus edim. Azart, glavniysi jigarlar, bu o'yinda nimaga yutkazasizlar? O'zi avvalambor o'ynashni tavsiya qilmaganman birovga, tavsiya qilmayman hozir ham. O'ynamanglar bu o'yinni. Nima sabab yutkazasizlar? Sabablarning eng kattasi 6 koeffitsient berdi. Yana 2 riskni normalniy qila olmaysizlar. Bu qanaqa hali cho'chimasdan daxo'ya pul bosish emas, prosta riskni kontrol qilish kerak. Xo'p, necha bu 2? 6 ekan даже 180 ming so'm. 920 minggacha chiqdi. Bu o'yin yaxshiroq summa kerak edi, onasini aytsa. Million qilib ber, хотя бы bor million. Jigarlar, 1 million 40 ming videomiz mana 2 minutda o'sha shot 3 barobar ko'payyapti-da, 1 million 40 ming so'mni yuribdi. Joyiga 21 bitta bosaylik. Nima deydi, xumor shu o'yinni bilasizlar. Blackjack jinnisimi? Tak, 90 ming so'm uramiz. 10 ga 11, 14. Ola yutkazardim katta ehtimol bilan. Bila, yana 21. O'yin shunaqa kutib turgan ekanda, men yutdim. Hacha o'zimizni pulni qaytar, o'y. 21 yutdik. O'zimiz summadamiz bolalar, bu foyda. 14 20 balla, onasini emsin podrяд qaydada olmachi o'yin. Yaxshi. 7 ga 15. Necha dagon bilan 180 bilan. Bitta pobeda bor. Uy, nechadan keyin ko'p yutganman. Bitta riskovat yartgamiga cho'chamasdan onalarni emsin, davay. 11 18. Uy, yana bitta ikkita nechadan keyin 14 ga 13. Yaxshi, 1 million 720 ming jigarlar, video 3 minut oldi. 3 minutda 1 million 700 ming so'm. Voy, jallablar, 300 ming so'm summa negativlar uchun. Necha u aytaman, men qolgan, masalan, jigarlarimga bu gap tegishli emas. Lekin prosta hali odamni asabini buzadigan narsada bu, risk bo'ladi, ko'taradi. Harakat qilib ko'ringlar. Har doimgidek bolalar, riskni joy tushinglar, summani bitta noto'g'ri yurgizinglar, o'sha olib kiraveradi o'yin. Bomba. 110 ming olish kerak shu pulni. Yo'q, 330 ming, bilay. Yo'q, joydan paka summani qaytardi. Uy, 440 olaman. Chunki qolgani ishoninglar, yana bitta bomba bor shuning ichida. Men shu yerda 2 millionga olib chiqib oldim. Bo'ladi, sekin aylantiraveramiz. Lucky card, o'ta legenda o'yin. Qaranglar, shu o'yinga prosta tak sinab ko'ringlar. Mana 5 ming so'm, 50 ming so'mni uramizlar, 5 mingdan. Mayda pul bo'lsa 3 ta chillikka bosinglar. O'xshab berishi kerak, katta ehtimol bilan 2 ta. Sersa berib qo'ydi. 3 ta da sersa yo'q. Bu strategiyani ishlatmaymiz. Chillik beradi. Qarochi, qanaqa bo'ladi? 3 ta chillikdan keyin 3 marta chillik urib turib, qolganini qizilga dagon qilish kerak sersaga. Bilay g'ishdan. Onasini emsin shot topdi shu yerda haromi. 1 million 250 ming. Yaxshi, 1 million 850 qizil beradi sersa. Bitta sersa qada haromi, bilay g'ishdan. Chiqib ketkim kelodi-da o'yindan. G'ishdan bilay endi sersa beryapti podrяdiga. Haromi, 1 million 700 ming chiqib ketaman. Bola video 4,5 minut oldi. Shot tushib chiqdi onasini emsin joyiga lekin. Tak, Crash Point bu ham yaxshi o'yin. Games Odyssey. Buni ham o'ta muxlislari ko'p. 150 ming so'mdan boshladim chunki o'yin 3 kiribla 5 koeffitsiyentda onasini emsi mana shunaqa bo'lib tursa o'ynagin kelaveradi, zelyonniy.
Sariq ham 6 koeffitsient 150 ming bilan. Zeleniy yana tushsa, bala zeleniy yo'qmi dalshi? Tush nimadir sariq 6,5 koeffitsient. Ikkita zeleniy tushsa 12 ko'p ketadi. Yo'q, 975 mi 2,5 million video 6 ming to'layapti ekan. Balla shotimiz 2,5 million so'm 300 ming so'mda. Tak, qaysi o'yin bir chekana aylanish kerak. Mana azartsiz o'yinlarni istashga harakat qilyapti. Joyiga shuni kiramiz. Pobedaga 30 mingni qarayli 3 gol o'tkazamiz. Bitta pobeda bor. 3 marta o'tkazamiz bu o'yinda, ikkita. 3 ta bo'ldi. Endi strafovkaga 2 ta o'tkazib qo'ysanglar bo'ladi, 4 ta. 5 ta prosta ali 100% o'rin bo'lmasanglar, o'chirib yuborasizlar hammasini. Joyiga 80 ming so'mdan ketdi mana riski bilan. Bitta minusimiz bor. Ikkita bor, haromi necha chiqish kerak? Ikkita bir xil karta, 3 ta. 4 ta, haromi shunaqa moment o'xshab bermaydi. Shunaqa narsalar boshqa moment, boshqa videolarda ishlataman, bilasizlar. 7 ta. Yedan 160 mingdan haromi K ga bitta tushazammi? Nechaga necha? 6 ga J. Tushsa ham qoplamaydi endi u pul. Olib kirib yubordi shotimi? 3 ga 6 Jagacha haromi 2 million 600 oxirida tushdi bu it. Summani tushirmadim jigarlar, tak double kelib qolish ehtimoli bor desam kelib beradi. 4 million so'm videomiz 6,5 tak 6,36 sekund bo'libdi. 300 mingdan 4 million. O'sha sekin dalish prosta chiqib ketish kerak o'yinlarni o'ynab. Tak, qaysi o'yin bor? Dice hammasidan aylandim, scratch kartdan jicha olaylik. 30 dan qaranglar, 5 dona minus kerak bizga. Bu strategiya bolalar hammasiga ishlatib ko'ringlar, shunaqa kirib joyida chiqib ketishni bilib, riskni kontrol qilinglar o'zingizlar. Rezultat ko'rasizlar shu joyda. Qaranglar, normal edim, bitta 2 koeffitsient beradi, dagonda boshlayman. Nechi bu? 8, 16 koeffitsient bilan 480 ming. Jalka bo'ldi-da, haromi mayda pulga oldim. Mana 2 koeffitsient berdi, joyga 300 ming so'mdan dagon qilaman. Qani? 1, bitta minus. Onasini ham 6 ham 8 ham bor, 4. Bitta foyda, foyda chiqardi. 4,5 foydadamiz ozgina. Bitta bizga yaxshi koeffitsient ilashtirish kerak. 4 million 800. Dashi 5 million so'm, 4 million bilan kirdim. O'yinga 5 million bilan turibman. 300. Bala ikkini 8 bor. Qaranglar bol, 6 million 600 ming videomiz. 8 minutda 6 million, 300 ming pul 6 million. Qanaqa isbotlab berayani, ko'tarish ilojisi borligini. Bilmayman, bularga baribir ozgina qanaqadir bahona chiqadi-da ular uchun. 6 million 600 bo'lsa, takkanu haromi vampir. Bitta bosib oraylik shuni ham, ha. Bitta bir xillaridan ushab. Go'zal qilib. Joyiga tak 50 ming so'm mana shu o'timga eng stabil narsa. Shu o 295 ming, 500 ming urib olmaymanmi, haromi. Shuni bilinglar, bolalar, hamma yo'qda riski bor. Foiziga qarab urasizlar. Bu qanaqa deysanglar, shu ko'tarilgan sari risk ham ko'tarilib ketaveradi. 460 ming. Baka yaxshi ketyapmiz. 7 million so'm summa bor. Shu joyiga 40 ming qo'yish. Uy, jallab 450 ming urib yordim. Dalish urishim kerak. Bitta yo qaytaradi, yo bo'lmasam ko'ta olaman hozir. Hammani ko'zini oldida. Bala ikkitalab o'tib ketyapti. Baylak. Onasini emsin 90 ming qilaman degandim-da shu pulni. Uy, 1 million 800 ekan, jalab ikkita tush, bitta bo'lsa ham jalab o'rtaga bitta kitobcha. 1 million 800 900 ming yashayapman bolalar. Necha pul bu? 6 million 400. Yaxshi. 8 million 515 ming. Shotim onasini emsin necha pul uray? 80 mingni uray, qancha tushib chiqdi? Haromiga ishonib. Bunaqa bilmay bosilib ketadi. Men yuraveraman minus olib. Tak 24 dan 208 363 joyiga bile yana shunga qo'lim yuguradigan bo'lib qoldi. 140 ming so'mni uraman bolalar. 400 dan bosdim. Onasini ham 336 ming. 900. Bile bitta 9 million ko'rsatib qo'yib bo'pti, chiqib ketaman onasini ham. Mayda summada bu hali ko'tarish 10 million bo'lsa bu yoqqa yuriga xotirjam bo'ladi, bosaveramiz. 40 qo'shaylik 180 dan.
Bitta ikkitali tushsa bolalar bilasizlar archa bayram yo'g'i. Bola uradi 2 million 10 million 200 oldi. 10 million 99 ming jigarlar shotimiz 10 million 10 ming oldi videomiz. Mo'jalab negativlar, mo soat bo'ladi. Bilan nima chizdim? Mo soat bo'ladi, mo minut bo'ladi. Bemalol ko'rish olaversan 10 million so'm. 300 ming so'mdan ko'tarildi bu summa. Poker Indian 3 ta bir xil kolода 50, nariginisi 75 bo'ladi. Boshlanishiga bolalar 50 ming so'mda men 10 million so'm pulimga risk qilishga dagonni hisobini olgan holatda 50 ming so'mni ura olmayman. Bu yog'iga 2 ta 5 3 qo'l kutaman yana 1 2 ta 3 ta minus joyiga 150 ming so'mdan 10 koeffitsient bor 1,5 million. Lekin u pul bizga kerak emas, bizga kattaroq koeffitsient kerak. Endi 3 ta kutaman qaranglar. 1 2 ta 3 ta minus sirasi joyi 250 na. 10 koeffitsient bor yana bitta ko'rgan bo'lsanglar. O'zi joyini aytib turib 3 ta kutaman, sirasi uraman, bo'ldi. 1 5 koeffitsient bor demak, yana 5 2 ta 10 da qadavorni maydalab. Bilan ikkita bir xil kolода rosa tushyapti boru. 1 bilan yana 5 1 bilan podrяд 5 beryapti haromi. 10 koeffitsient 17 million. Shunisi bekor o'lyapti-da, mayda koeffitsient berayotganning u yana bitta 10 bekor bo'lyapti-da, katta koeffitsiyentda mana shu umid tuzishim kerak endi. Ola 20 million so'm ko'tarildi, video 11 minut 37 sekund bo'ldi. 300 mingdan 20 million. Hech qanaqa video montajsiz, hech nimasizda bu narsa. Prosta jigarlar kerak emas. Nima buni sababi, nima siri bor desanglar, mana Telegramni men yozinglar, men sizlarga aytaman nima siri borligini. Sizlardan 1 so'm pul kerak emas. Hammasini besplatni o'rgatib aytib o'tib ketaman. Hech nima kerak emas. O'ta oson bu narsalar. Qaranglar bolalar, keyin nima qilamiz? Yo ravno o'ynasak ham bo'ladi. Shu joyga ko'pchilik menga slotda uringiz ko'rsating bolalar. Kazinot kam o'ynayman bu akkauntda. Bo'lsa bronzoviyda turaman, mana ikkinchi urinda. Boshqa unaqa ko'p narsa o'ynamayman. Ko'pchilik so'ragani uchun bu narsani ko'rsatib o'tib ketyapman. Ravno. Hop. 20 million so'm summa bor. Cho'chimasdan uraveramiz. Joyiga nechta uraylik boshlanishiga bolalar summa borligi uchun 100 ming so'm minimalka deb olaman. Ravnoga bitta nech olamiz. Yo'q, bu yoq qilib ozgina chalg'itib beramiz o'yinni. Bitta ravno olamiz keyin. Nechotni? O'xshadi. 93 ravno. Lekin 21 million normalniy o'xshab berdi bu ham. 3-4 marta foyda qilib oldim. Podrяд tortyapti. Bitta mayda koeffitsient o'tadi, ishoninglar. Yo ravno yo kichkina koeffitsient o'tkazib yuboradi. Hop 1.63 tortyapti, 5.43. Oy, itta bolasi. Yuragim og'ritdi-da, ko'nglim sezdi-da, ko'rdinglarmi? Chunki o'yinlarni ko'p o'ynaganman. Voy, bilat, aytib turibman, ravno o'tadi hozir deyapman. Hamma o'yinda aytib turibman, qayerda qanaqa ishlatish kerak. O'yinlarda 100% ishlaydigan strategiya yo'q bolalar, shuning uchun o'zingizlarni bilib, riskni kontrol qilgan holatda vaziyatga moslashib o'ynasanglar bo'ladi. 64 ga 68. Yo'g'iga ravno berish ehtimoli bir 50-50 bo'lib qoldi. Endi berib yorsa kerak. Bile 53 ga 58 o'ta hali anaqa sonlarda nima deydi? 8 ga 26 76 dan past. Faqat shunaqa bir Melichovga sonlar tushyapman. Qani keldi deb o'ylayman men 400 ming so'mdan ravnoga. 73-63 haromi ko'ngil tortdi-da shunga. 89-39 bitta ravno 17-30 haromi. 90-60-90 ham tushdi. 88 ga 51 dan baland. Summani ushashga ham harakat qilyapman, ko'rayotgan bo'lsanglar, chunki bolalar nimaga desanglar, summani ushab qolmasam, voy itta bolasi, summani ushashingga sizga yaxshi 39 million 200, yaxshi. Haromi 56 million. Aytdim, 2 marta podrяд ravno o'tdi. 3 marta o'tsa bir kesib beraman, 55 gacha bosib ko'ramiz, ya'ni 2-3 marta. Uy, 8 koeffitsient o'tib ketdi. Mayli, ravno. 63-73. Oxirgi urishimiz bolalar. Agar yomon koeffitsiyentlar o'tyapti, chiqaveraylik bolalar. 55 millionga 300 ming so'm summadan ko'tarilyapti. Video 15 minut, 14 minut, 50 sekund o'lyapti. Nima demaysizlar bu narsaga? Xo'p, bolalar, bu yerda chista azartga kirmagan holatda
Shunda chiqamiz. Topga o'tamiz, kiberga bitta o'tamiz, joyiga bitta kuponcha urib qo'yamiz. 21. Pastga tushamiz, jigarlar bilasizlar 21 da ochko o'z emas, bizga klassikasi kerak. Normalniy staj bor o'zimda. Rezultatiga o'tsak. Hop, 8 6 3 Q ham bor kolodada 18 17. Birinchi ochilgan kartaga qarab uramiz bolalar, qaranglar. Necha ochildi? K. Sразу mana shu joyda o'yinchi ham olib beradi-da, lekin bu strafovkali sonda K, bilet. Bekar berdi. Q bo'lganda o'ylanmay dillerni pobedasidan o'rardim. Bu K o'ylantiradigan sonda haromi son bu. 24,5 bo'lishini olib beraylik. 38 million 300 ming so'm tiksam 52 million 471 million. 471 ming so'm summa kelar ekan. Tilam jingalayib ketdi. Tak bitta chiqamiz. Necha? 15. Diller pobedasiga 1-3 beryapti. 1-3 o'tdi hozirgi birinchi urgan kuponim o'sha o'tdi. 16 million 878 ming bunga ursak 22 million. Ikkita stavka go'zal qilib urib qo'ydim. Qani bu ikkosi o'tib beraman. Videomiz bolalar 16 ming top. Bilan 16 ming 300 mingni salkam o'sha 70-80 million pul yomon emas-da bu. Prosta boy gazini qo'shib yuborish kerak xolos. Hech etdi uribman dillarga, onasini emsin, lekin yutib beradi. Bittasi o'tdi muhimi, men yegan taqdirimda men tashi o'qibdaman. Strafovkani olib tikdim likosini. Partiyamiz jigarlar qiziquvchilar bo'lsa, partiyamiz 705-partiyamiz tikdi 705 ga mana ko'rishingiz mumkin. Bunaqa nima deydi? Kontent kam bo'ladi. 21 klassika hech kim sizlarga ochiqini ko'rsatib, "Voy, mana rostdan mana qo'ylyapti, ochiq ko'rsatib o'ynamaydi bu o'yinlarni bolalar." Shuning uchun ochiqini ko'rsatib o'zingizlarga qiziq bo'lgani uchun o'ynayapti. 13. O'tib bersa 3 koeffitsiyentda bang yetib. 10 ochsa yedik. 15 ga 13. Yedim ov. 24. Aytdim 3 koeffitsiyent o'tib berdi. Mana yeganimni ham ko'rsatyapman. Shunchalik 21 klassikada zo'r o'sam ham yeganimni ham ko'rsatib o'tib ketyapman. Yedim mana deb turib. Odamlarga tushuntirish, ishontirish qiyin-da bu narsani. Jigarlar videoni pauza qilaman hozir. Tak ratchet bo'lgan joyini ko'rsatib o'tib ketaman. Videoni pauza qildik shu joyda mana total 24,5 olganimiz 38 millionga 52 million. Bolalar yana o'kubga olib chiqib qo'ydi bizni. Bittamiz yutkazdi, bittamiz o'tib berdi. Xo'p, bitta mana kolesoda aylantirsa summamizni qaytarib beradi. Onasi ham hali ratchet qilmadim, nima menga summa yetib kelmadi hali. Xo'p, bolalar ratchet qilsin, hozir yana bir qator ko'rsataman. Xo'p, bolalar mana ko'rishingiz mumkin, partiyamiz 705 o'kub qildi bizni. Vigrina, viplachina bo'ldi. Hali vigrina turadi, endi to'lab berdi. Buni nima qilamiz? Jigarlar, menimcha video shu joyda to'xtataveray. Menga 50 million so'm summa yetadi, to'g'risi. Riski boshqa narsasi kerak emas. Kanalda yangi bo'lsalar podpiska bosib qo'yinglar. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, buni qanaqa qilib ko'tarish, nimasi, Telegramda menga просто так yozinglar, o'zi Vivity, пополнение hammasi qiziq bo'lsa, shunday o'zim yozinglar, men o'zim sizlarga tashab beraman. Hech qanaqa sizlardan hech nima kerak emas.